Bechora o'lib yotibdi, qaraman, Kafkaga. Husndan o'lib yotibdi, ustini yopib qo'ydilar. Odamni qarang, ey. Odamni. Yangi Moskvadagi ko'p funksiyali migratsiya markazida bir necha soat navbat kutgan xorijlik migrant vafot etdi. Fojia 15-may kuni taxminan soat 12larda sodir bo'lgan. Voqea guvohlarining so'zlariga ko'ra, odamlar Saxara va qishlog'i yaqinidagi migratsiya markaziga taxminan ertalab soat 9larda to'planishgan. 3 soatlik navbat kutishdan so'ng muhojirlardan biri tiqilinchda hushini yo'qotgan va vafot etgan. Moskvadagi vakilimiz voqea guvohlari bilan suhbatlashib, tafsilotlari bilan qiziqdi. Shuningdek, migratsiya markazidagi mavjud holat haqida ham so'radi. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь.